buni ham syomka qilamizmi? Yo'q, ustalarga. Ustalarga. Ketdik syomkaga. Mana shu yil hal ko'taradigan, mana shu obyektimizni sizlar 48 oyga 4 yilga bo'lib to'lash sharti bilan xarid qiling. O'zi bu obyektingiz yonida nimasi bor ekan? Nima uchun maqtaysiz? Farzandlaringiz shunday chiqadi, shunday piyoda bo'lsa-ga, mana yerda maktab. Maktabning yon boshida bog'cha bor. Buni qarang. Mana bu yerda yana bitta bog'chamiz bor. Ko'ryapsizmi? Undan tashqari zo'rni ko'rsataymi sizga? Xo'p. Mana bu sizga ko'rsatgan bog'cha. Bundan tashqari mana shu yerda ham O'zbekiston bog'ini ham. Shunaqa zo'r manzara bo'ladi. Bu obyektimiz mana Pajarkaning yon boshida joylashgan. Maktab, bog'chalar bilan ko'p maqtanmaymiz. Bu yerda oilaviy poliklinika, magazin, supermarket, kafelar, dam olish zonalari olasiz, maza qilib oilangiz bilan yashaysiz. Ha, qulayliklari zo'r ekan. Tartibi, narxlari qanday buni? Bu shunday aytayotgandim. Agar siz boshlang'ich 30 million to'lov qilsangiz, agar katta chegirma bilan 4 yilga bo'lib to'lash sharti bilan xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi sizning boshlang'ich to'lovingiz bo'lmasa ham 8 oyga bo'lib to'lash sharti bilan beryapmiz. Ha, zo'r ekan. Qanday xarid qilsa bo'ladi? Nima qilish kerak? Pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, shaxsan o'zim sizga to'liq ma'lumot berib, shartnomani o'z qo'lingizga topshiraman.